Xitoyning Sharqi Turkistondagi Kompartiyasining amaldorlari 11 yanvar bayonot e'lon qilib, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilishga uringanligini rad qildi. Birleşme Agentligining xabariga qaraganda, Xinjiang hukumatining bayonotchisi Shu Guiqiang muxbirlarni kutib olish yig'inida Uyg'ur ayollarining ixtiyoriy holda tug'ut cheklash xizmatiga qatnashganligini, hech qanday hukumat tashkiloti majburlashga urinmaganligini aytdi. Shu Guiqiang Uyg'ur ayollarga tug'maslik yoki majburiy bola tushirishga uchraydiganligini aytishning yomon g'arazlik so'z ekanligini, Uyg'ur nupusining boshqa millatlarga qaraganda shiddat bilan oshganligini ta'kidladi. O'tgan yili Germaniya tadqiqotchisi Dr. Adrian Zenz Xitoy hukumatining hujjatiga asosan e'lon qilgan dokladida 2017-yildan boshlab Xitoy doiralarining planliq tug'utnomada Uyg'ur ayollarini majburiy bola tushirish va tug'maslikni keltirib chiqarganlik uchun tug'ishini azaytganligini oshkorladi. Buningdan boshqa doklad dunyoning har qaysi joylarida zo'r munozaralarni keltirib chiqarib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qilmishlarining aniqli irqiy qirg'inchilik ekanligini o'ttirib qo'ydi. Bir necha kun ilgari Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi Uyg'ur ayollarga qarshi biz ularni ozod qilyapmiz, ayollar tug'ish mashinasi emas deganlari xalqaro jamiyatning tanqidiga uchrab Twitter tarafidan elib tashlangan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan bostirish siyosatini tekshirgan dokladda Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilganligini isbotlaydigan faktlarning borligi ko'rsatildi. Amerikaning Xitoydagi kishilik huquqni nazorat qiladigan ikki partiya Xitoy parlamenti ijroiya komiteti yillik dokladini 2019-yil 7-oy va 2020-yil 7-oyni o'z ichiga oladi. Komissiyaning dokladida irqiy qirg'inchilik deb qarashga bo'ladigan insoniyatga qarshi jinoyatlarning Sharqi Turkiston rayonida sodir qilinganligi yangi dalil isbotlar bilan texmi aniq o'tirg'a qo'yilganligi o'tirib qo'yildi. Komissiya yana Xitoyning bostirishlaridan Amerikadagi Uyg'urlarga kengayganligini ko'rsatdi. Dokladda mundaq deyildi: Xitoy yaqinqi yillardan buyon kishilik huquq dafsandichiligini davlat chegarasidan halqib ketdi. Beijing Sharqi Turkistonda emas, xalqarodagi o'qituvchilarga tahdid silish, ijtimoiy taratqularning hisobotini qamal qilish, axborotga tekshirish va ilm-fan erkinligini cheklash qatorliq usullar bilan faoliyat olib bormoqda. Germaniya tadqiqotchisi Adrian Zenz Xitoyning Osmonasiya siyosatida erishgan dalil isbotlarning ma'lum bir guruhida tug'ilishning oldini olish qatorliq o'lchamlarga mos keladiganligini doklad qildi va bu isbotlarning irqiy qirg'inchilikning eng kuchli ko'rsatkichi ekanligini doklad qildi. Aeroplan ishlab chiqaruvchi Comac va Yanfon ishlab chiqaruvchi Xiaomi Trumpning Amerikaga mablag' selishini cheklagan 9 Xitoy shirkatidan ochib kirgizildi. 1-oyning 20-kuni Amerikada vazifasini o'tkazib beradigan prezident Donald Trump Xitoyga yurgizgan jazoga yana 9 Xitoy shirkatini qo'shdi. Aeroplan ishlab chiqaruvchi Comac va Yanfon ishlab chiqaruvchi Xiaomi Xitoy armiyasi bilan hamkorlashganligi uchun Amerikaning qora tizimiga kirgan 9 shirkatni ochib kirgizildi. Bu shirkatlar yangi mablag' selish cheklamasiga uchraydi. Amerika mablag' solg'uvchilari 2021-yil 11-noyabrdan boshlab qora tizimlikdagi shirkatlardan chekinishga majbur bo'ladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron prezident Recep Tayyip Erdo'g'onga munosabatni normallashtirish uchun bir maktub avatdi. Pokistondan Turkiyaga qaytish safarida matbuotlarning savollariga javob bergan diplomatiya ministri Mavlud Chavusho'g'lu Macronning xatining mazmunining ikki taraflik munosabat jihatda ijobiy ekanligini aytdi. Chavusho'g'lu Erdo'g'onga maktubni yetkazib berganligini bildirib, munosabat talabini taraqqiy qildirishni, ularning Turkiyaga bo'lgan ahamiyatini taraqqiy qildirishni, kelgusi bir mezgilda prezidentimiz bilan ko'rishni xohlaydiganligini, hatto uningda bir qism turkcha ifodalar bor bo'lgan bir maktub topshirib oldik dedi. WhatsApp maxfiyatlikni saqlash kelishimidagi sonliq ma'lumotlardan tang bahramon bo'lish nizomini kechiktirganligini e'lon qildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi abonentlar buningga kuchli inqos qaytardi. WhatsApp tor bekitida e'lon qilgan maqolada 8 fevral qilib bekitilgan yangi to'xtamning ma'qullanish muddatini kelgusi bir mezgilga kechiktirilganligini bayon qilib, bu jarayonda bayqalgan xato uchurlarni tuzatish uchun tirishadiganligini bayon qildi. WhatsApp mundaq dedi: Biz nurg'un kishilarning inkosini topshirib oldik. Bizning eng yangi yangilanishimizda nurg'un qalaymuqonchiliklar bo'ldi. Bu yangilash bizning Facebook bilan sonliq ma'lumotdan o'rtoqlashish doiramizni kengaytmaydi.